Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan o'tgan safar zanjir olishni o'rgangan edik. O'zlaringiz samostalательно to'qigansizlar degan umiddaman. Bugun sizlar bilan nakitli ustuncha olishni o'rganamiz. Uning uchun bizga 1,5 kurchok hamda mana shunday ip kerak bo'ladi. O'tgan safar nakit zanjir olgan bo'lsanglar, bu safar o'sha zanjirdan nakitli ustuncha olamiz. Asosiy ipni, bu asosiy ip deyiladi. Asosiy ipni qo'limizga yaxshilab o'rab olamiz. Qator boshida havodan petla olamiz. Asosiy ipimizni kurchokka aylantirib, birinchi zanjirni tashlab, ikkinchisiga kiramiz. Kurchokni oldi tomonidan ipni aylantirib o'tib, mana shunday holatda ikkita petladan o'tkazib chiqarib olamiz. Keyin yana asosiy ipni aylantirib, ipni chiqarib olamiz. Yana xuddi shu hol takrorlanadi. Kurchokni ustidan ipni aylantiramiz. Keyingi petlaga kirib, ipni ilib chiqamiz va ilib chiqqan ipimizdan yana aylantirib ikkita ipdan o'tkazamiz. Yana aylantirib chiqarib olamiz. Mana ipni aylantiramiz. Kurchokni oldi tomonidan aylantiryapman. Petlaga kirgizib ipni ilib chiqamiz. Asosiy ipimizni ilib chiqqanimizda bizda mana shunday ikkita kurchogimizni ustida ip hosil bo'ladi. Mana endi yana ipni aylantirib mana shu ikkitadan olib o'tamiz. Keyingi uchinchinosida yana ipni aylantiramizda ilib chiqamiz. Mana shunday holatda to'qiladi. Ipni aylantiramiz. Asosiy ipni ilib chiqamiz. Yana asosiy ipni kurchokdan aylantirib ikkita ipdan o'tkazamiz. Yana asosiy ipni aylantirib ipdan o'tkazamiz. Mana shunday holatda to'qiladi. Mana bizda nakitli ustunchalar hosil bo'ldi. Endi shuni qator oxirigacha davom ettiramiz. Mana aziz opa-singillar, qator oxiriga yetib keldik. Shu joyda e'tiboringizni qaratishingizni so'rardim. Mana oxirgi petladan olmaymiz. Mana shunday holatda qoldiramiz. Agar oxirgi petladan ham olsangiz, dumaloq bo'lib qoladi. Qator bilinmay ketadi. Mana shuning uchun oxirgi petlarni qoldiramiz har doim. Endi yana havodan qator boshiga o'tish uchun ikkita petla olamiz. Havodan olingan hisoblangan zanjir olamiz. Ipni aylantirib, har doim birinchi petlani tashlab, ikkinchisidan to'qiymiz. To'qiyotganimizda agar sizda choklaringiz tekis chiqishini xohlasangiz, har doim mana bu petlani orasiga emas, mana bu yerda o'zi mana chok bor. Mana bu birinchisi ko'rinyapti degan umiddaman, zanjir. Mana bu ikkinchisi. Mana shu zanjirni ichiga kiramiz. Mana bu yerga kirmayapman. Mana bu yerga kirib olamiz. O'shanda sizda choklaringiz tekis chiqadi. Mana shunday qilib to'qiladi. Ipni aylantirib, mana bu teshikka kiryapmiz. Mana shunday holatda to'qib ketiladi. Bu bizda nakitli ustuncha deyiladi. Hammangizga dars manfaatli bo'ldi degan umiddaman. O'zingiz mustaqil ravishda to'qib ko'ring va fikrlaringizni kommentda kutib qolaman. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.